Yosh bolalarning dastidan qariyli shkafimiz qay ahvolga kelib qoldi? Uyatqimaysizlar qizlar, endi buni yaxshilab tozalab obzor qilamiz. Odatda ish qilayotganda gubkani ko'pirtirib yuvishni juda ham yaxshi ko'raman. Bu shkafimizga oyoq kiyim taxlaganimiz uchun ichlari chang, kir bo'ldi. Video oynalarni gapirmasa ham bo'ladi. Yosh bolalarimga qizuv ochib o'ynayverib, oynalarni ham dog' qilib tashlash. Yosh bolali uyda tozalikni ushlab turish juda ham qiyin. Ayniqsa buni yosh bolasi borlar tushunishadi. Shunday qilib ko'pirtirib yuvib olamiz. Keyin shlankani oldim. Suv sepib yuvib tashladim. E'tibor beringlar. Ikkita tomoni magnit bo'lganini hisobiga shunday yopganinglarda zo'r yopishadi. Endi o'zi shu yoyilib yotgan oyoq kiyimlarni ko'ryapsizlar. Yordamchimni chaqirdim. O'zi shunaqa chiroyli qilib bilib oyoq kiyimlarni joylashtirib qo'ydi. Albatta qizlar, bu mahsulotimizga birdan 100 gacha baho qo'yish kerak bo'lsa, 100 baho qo'ygan bo'lardim. Sababini ko'rdinglar o'zinglar. Qishin yozin prixoshkalarga o't betga qo'yib qo'ysanglar ham suv tegadigan joylarga tiq etmay zo'r bo'lib turib beradi. Eng asosiysi yog'ingarchiliklarda suv tegishidan, kir va chang bo'lishidan 100% himoya qiladi. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, opисаниyaga narxi bilan telefon nomerlarini qoldirib qo'yaman. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Shahar ichiga va 12 ta viloyatlarga yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib dostavka qilib beramiz.